Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar. Tinchmisiz, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Kerakda yana bir yangilik, kichkinakkina, xudo xolasa. Hamma biladi, ajjali baliqxonani Bahram Bahodir akamlari hamma biladi. Shular uchun hozir bizning Karvaka bilganlardan biz butun klient Karvakdanligini qarablar. Karvaka kelib yana baliqxona ochdilar, ya'ni Saboy. Saboy baliqxona ochganlar, yana baliqlar yurishi. Ben taraf o'zlarimizning Ko'na Sho'raydaradan gelish, ben taraf İsmail Eshandan gelish, ina bera Beruni maktabini yo'li deydilar. O'shada Saboy baliqxona. Hamma narsani arzon qilib berib turibmiz deydi. Agar zakaz bo'lsa deydi, zakaz ham pishiramiz deydilar. O'shada bir yosh yigit ham yuribdi, pishirib berib, Bahrom o'zi hozir bog'chaga ketgan. Uka, assalomu alaykum. Oydinmisan, sog'lig'ing yaxshimi? Qara, baliqlarni nega bo'lib turibdi? Necha so'm bo'lib turibdi? Oq baliq pishirib tashlamiz 50 mingdan. Oq baliq 50 mingdan, ha? Yo'q. Aha. Sazan 70 mingdan. Sazan 70 ming, ha? Yo'q. Piyostri 65 mi? 63 mi? 65 ming so'm. Ha, 65 mi? Yo'q. Vay maşallah. Qara, telefon nomeringizni al, nomeringizni ayt zakaz uchun. 77'lik kodu bilan 043 043 24 48. 24 48. Rahmat, amacık kıldattın şunu kamera altında qarab. Emelledin sen bana. Qaytat ayt nomeringizni. 77 Ha, 043 043 24 48. 24 48. Yine ortaklar ajjalni ta'mini sezecek olsalar ajjali baliqxonani tili bura arasılar. Yana bir qo'shimcha yangilik şurada. O kameralar ham qo'yib berdilar qilib. Shunda saltarashxona ina. Gelip balık zakaz berib, sasakkal aldırıp gidip beraberasizlar beni. Hem bir bir narsalar teşkilleştirib atırlar. Maşallah. Hemmesi mut reklam olmanız. Halkımız için bir yengillik oluş için da. Sağ olasılar, selamet olasılar, faydalanıverasizlar.